O'zi lozim sovg'a qilganmiz qizingizga. Ha? Qilganman. Bormi lozimingiz? Endi yana bittaga ko'payishni xohlaysiz. Kiyib ko'ramiz, ha? Shuning. Ana. O'zi lozim tez sovg'a qilasiz. Ha, qanday kishyapti? O'zizcha. Mana qizingiz kelyaptilar. Qanaqa endi taassurotlaringiz? Yaxshi, taassurotlarimiz juda ham chiroyli ekan, materiali ham, tikkan qizlarga ham rahmat. Yaxshi, juda chiroyli yarashib turibdi. Endi bilganimizda sizga ham bitta qo'shib olib kelardik-ku, lekin bilmadik-da. Keling. Turib olayman bu yoqda. Qani, o'zingizga yoqdimi? Yo'qda, rahmat. Yarashdimi? Nima deb o'ylayapsiz? Yarashdi. Tushunib yurasizmi endi? O'rganadi. Onajonimizga mana shu 8-mart bilan tabriklaymiz. Assalomu alaykum. Bayram bilan tabriklaymiz sizni. Milliy telekanali sizga maxsus sovg'a berib yubordi. Shaxsan mendan lozim sovg'a qilmoqchimiz. O'zi lozim kiyib turasizmi? Yo'q. Bilgandim. Demak, sovg'ani qabul qilib olasizmi? Nimanga? Chunki biz faqatgina yubka kiygan qizlarga berishni maqsad qilgan edik. Shu sababli yo'limizdan siz chiqib qoldingiz. Bo'ladimi? O'ltiribsiz ichingizda. Ola, faqat bitta shartimiz bor-da. Uni kiyib ko'rishingiz kerak. Shu yerdami? Joyimiz bor, dizaynerimiz bor. Kiyintirib qo'yadilar o'zlari. Bo'ladimi? Keyin tekkinga berib yuboramiz sizga. Guli bilan. Agar bu o'ylashingizda turaversak, 8-martdan o'tib ketsa kerak-ku. Bo'ladimi? Bu sizga. Noqulay ekan. Noqulay ekan. Yo'q, Kaltiri. Mana siz hozir 6-qizimizsiz. Birinchi hali bizni qahramonimiz noqulay so'zni ishlatdilar. Shu paytgacha hamma qizlarga qulay bo'lgan lozim negadir navbatdagi qahramonimizga noqulaylik tug'diryapti. Nimasi noqulay? Yurmaganman, nima qildim? Endi o'rganing yurishni. Issiqqina, to'g'rimi? Chunki mana kech ham tushib qoldi, havo anchayin salqin. Ko'ryapman, sizga ko'p gapirganlar yoqmas ekan. Shunday ekan, men sizni bayram bilan tabriklayman. Sizni ham bayram tabriklaringiz bo'lsa, marhamat. Yo'qmi? Aniqmi? Mayli, ularning nomidan, ularning barcha tanishlariga, qarindosh urug'lariga men o'z tabriklarimni yo'llab qolaman. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Bu safarga tabrik yodlab kelasiz. Biz esa davom etamiz. Siz qalbingiz subidagi chiroyli so'zlarni yaqinlaringizdan ayamang, ularga izhor qiling, sevgi muhabbatingizni ayting. Biz ham ikkita lozimni egasini topishimiz kerak hali. Kech tushib qoldi, salqin tushib qoldi. O'ylashim bo'yicha shunda sovg'a qilib yuboramiz. Yana bilmadim. O'ylashim bo'yicha ko'plab yubkali qizlar kanalidan biz sizni tabriklash uchun yetib keldik. Bizni kutib turibmiz. Uyingizga hozir lozimda borsangiz, uyingizdagilar ham xursand bo'lsa kerak. Bizning oilada Yevropa hayoti bor-da, biz lozim umuman qabul qilmaymiz bizda. Lekin mana shuni sizga sovg'a qilsak kiyasizmi keyinchalik? Ha, kiyaman to'yim bo'lgandan keyin. Biz bo'lmasa yaxshi niyat qilamiz ularning sarpalariga. Shundoq berib yuboramiz, chunki ko'plab qizlarimiz olishni xohlashdi lozimni, lekin uyalishdi kiyishga. Mana bu qizimiz ham uyalyaptilar. Shunday ekan, keling yaxshi niyat qilamiz. Mana shu to'ylaringizga xizmat qilsin. Sarpaga qo'yib qo'yasiz. Milliy telekanal tomonidan sizga ushbu sovg'a sarpa uchun 8-marta mana bu sizga. Kayfiyatingizni ko'tardikmi? Albatta ko'tarildi, faqat taksi